Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınız? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalik məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərinə təqdim qilishga iradə bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'iy iradə bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilchi ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Edison kishilarning jiddiy ehtiyojiga asosan bir xil yangi tipdagi akkumulyator yasab chiqishni niyat qildi. Bu akkumulyator intayin abjil ham chidamliq. Odatda har qanday narsaga so'qilib ketsa-mu chatoq chiqmaydigan bo'lish kerak edi. Yaqinqi kunlardagi tadqiqotning natijasi shuni ko'rsatdiki, akkumulyatordan chiqadigan kasalning manbasi kislotaliq eritma gungurt kislotasi deydi. Şuna uni davolashda gungurt kislotasining o'rniga bir xil sho'rliq eritmani aralashtirib, ondan sho'rliq eritma bilan qo'shilib, kimiyalik ta'sir ko'rsatadigan bir xil modda tepib, uni qo'g'ishun bilan almashtirmoqchi bo'ldi. Yuzaki qaraganda, masala nihoyat oddiy. Faqatla ashundoq sho'rliq eritma ishlatsalar, ondan uning bilan kimiyalik o'zgarish yasab to'q paydo qila oladigan modda bo'lsa bo'ladi. Lekin amaliyotda Edison nurg'un odam kuchini ishga selib degudak, hamma kimiyalik elementni ishlatib, 10 ming qitimdan ko'p tajriba qilgan bo'lsa-mu, natijada yana aplashmadi. Bundaq ahvolda ba'zi xodimlarning ishonchisi tavrinib, gumonlanishga tushdi. Ular orqada g'udonshib, bu 10 ming qitimdan ko'proq tajribadagi mag'lubiyat kishilarning akkumulyator uchun qo'g'ishun bo'lmasa bo'lmaydi degan qarashini xato emasligini teqimi isbotladi deyishdi. Bu gap Edisonning quloqiga yetganda, u buningga sakrab ketmay, so'g'uqini kulib qo'yib, "Men tabiat dunyosining akkumulyator ishlab chiqishdagi sirni bexillik bilan yo'shirib qo'yishiga ishonmayman. Biz berilib izlasakla, herib charchashdan qo'rqmasaqla, qachonli bo'lmasin, uni tepib chiqa olamiz." Edison akkumulyatorni sinab qilish bilan shug'ullanayotgan xodimlarni almishib ishlasin, almishib dam olsin deb ularni kechilik, kunduzlik ismini qo'yirdi. O'zi bo'lsa, koni odati bo'yicha kunduzni kechiga ulab ishlaverdi. Uyqusi kelib bo'lolmaganda, o'rindiqqa yo'linib o'ltirib, azroq ko'zining ochiqini chiqarib oladi-da, yan ruhli qoldi ishlab ketadi. Har kuni yarim kechida tok chiqarish mashinasi surkilishdan qizib ketgachga ismini almashtirishga to'g'ri keladi-da, 10 necha minut to'q berilmaydi. U bundaq yaxshi fursat borligini bayqidi-da. Chiroq o'tishi bilanla vaqtni ching tutib, ikki belikini jo'zi ustiga giralashtirib, beshini qo'yib bir pas uxlab oladi. To'q kelib, chiroq yenishi bilanla u darhol uyg'onib, "Obdan dam olib oldik. G'ayrat bilan ishlayli" deb varqiraydi. Ba'zi bir tajribalar kanay shakllik ayna qochilarda elib beriladi. Har bir qitimqi tajriba uchun 400 dona qoch ketadi. Har bir qochiga o'xshashmagan tajriba materiallari qochilinadi. Bir qitim 400 dona ayna qocha hammasi degudakchi qilib, sho'rliq eritma hamma yerga yiqib ketdi. Bir yordamchi qayg'urgan holda xo'jayinga qarab turib, "Edison apandim, endi qanday qilamiz?" dedi. Edison cheqilib ketgan ayna qochlar dövsiga qarab, dimiqida kulib qo'yib, "Meningcha biz darhol amal qilib, keyingi xizmat uchun buningdan chidamliq ayna qoch tayyorlashimiz lozim" dedi. Bir kuni
Edisonning bir og'aynisi uni yo'qlab keldi. Ishik boqquchi uni to'nig'achqa kulib turib, Edison apandi akkumulyatorni sinoq qilayotgan chaqda hech qanday kishini kirgizmaslikni, agar ko'rishmisi bo'lmaydigan ish bo'lsa, kotib qabul qilishini topilgan. Bugun o'zlari kelib qoldilar. Albatta, bu belgilimini qo'llanig'ili bo'lmaydi, dedi va uningga pichirlab, o'zlari Edison apandi bilan ko'rishganda, uningga ko'proq nasihat qilib qo'ysizlar. 60 yoshga kirib qolgan odam yosh vaqtdagiga o'xshamaydi. Kech kunduz demay 2 yildan ko'proq ishladi. Yashangan odamning badani buningga qanday chidashlik bera oladi? Mehmon xabarchining so'ziga beshini ling'ishib ma'qul bo'lgandan keyin uning yuqori chiqishiga ruxsat qildi. Mehmonga bu yerdagi hamma narsa tonish bo'lg'achqa, o'zi udulla binoning ustidagi ximiya tajribaxonasiga keldi. Mehmon eshikdan kiribla Edisonning ko'krigini kerib, bir dona uzun ustalning oldida mengib yurganligini va nihoyat ruhliq ekanligini ko'rdi. Ahvolni bilmaydigan kishi bo'lsa, oldida turgan bu tetik kishining kim ekanligini bilmagan bo'ladi. Mehmon kechini kunduzgi ulab 2 yildan ko'p vaqt jafoliq kurash qilgan bu odamga haqiqatan bu odamning badani to'mirdan, irodasi po'latdan yasalgan. Har qancha javri jafomi uni to'sib ololmag'udak deb ichida obirni o'qidi. U kishi shu o'ylar bilan salmoq qadamlar tashlab Edisonning yeniga kelib, ko'trangi ovoz bilan: "Qadinas birodar, qanday ahvolingiz? Uzoq bo'ldi ko'rishmidik. Tajribangiz o'ngishli bo'lvatamdi?" deb so'radi. Bu ovozni anglagan Edison darhol orqasiga burilib, mehmonning oldiga keldi va qizg'inlik bilan: "Uzundan beri ko'rishmidik. Xush kelibsiz", dedi va cho'ng ustalni ko'rsatib kulgunicha: "Qarang, men akkumulyator do'kon ochdim. Buning birsimi qarg'i kelmagachga bir nima savdo qila olmadim", dedi. Ustal ustiga tizilgan 4-500 ga yaqin chiroyliq, abjil akkumulyator kishining havsini keltiradi. Akkumulyatorni qo'lga olib dangsab baqsangiz, xeli og'ir edi. Inchkilab qarasangiz, akkumulyator qalin qalaydan yasalgan edi. Elq mehmon qiziqqan holda uni buni ko'rib, zo'q bilan: "Qandaq? 2 yildan ortiq jafoliq jangning natijalaridan bizga so'zlab bermamsiz?" deb so'radi. Xo'jayin ochiq ko'nglik bilan kulib: "Natijadamsiz? Natija bor. Balki nihoyat jiq. Men tajriba qilish jarayonida necha ming xil modda borligini bilib oldim. Lekin bulardan akkumulyatorga ishlatkili bo'lmaydi ekan", deb javob berdi. "Necha ming xil?" Mehmon go'yo ishonmagandek qildi. "Hozirgacha jami necha qitim tajriba qildingiz?" deb so'radi. Xo'jayin o'ng qo'lining 4 barmog'ini chiqarib: "Hozirgacha 40 ming o'tkaldan o'tdik. Lekin amaliy talabdan xeyli yiroq", dedi. Mehmon bu sonni anglab ixtiyorsiz holda hayron qilib hanqitib qoldi. Ondan: "Siz orliqdan qanday o'tmoqchi bo'lyapsiz?" deb so'radi. "Dunyoda oson yo'l yo'q", dedi xo'jayin o'ylanib turmasdan. "Osti minishdan qo'rqma, to'xtab qolishdan qo'rq degan gap bor. Bir qadamda mangsam, hamon bir kuni bu orliqdan o'tib ketaman." Bu nihoyat vazminlik gap bo'lib, kishini o'ylantiradi. Mehmon bir narsani o'ylanayotganda koridordan yengil oyoq tovushi anglandi. Orqadilla eshik g'ichida ochilib, eshikda cho'ng bir sivatni ko'tarib olgan Mina paydo bo'ldi. Ayol xo'jayin mehmon bilan ochiq chiroy salomlashdi. Ondan: "Qadrlik mehmon, uzundan beri biz taraflarga kelmaydigan bo'lib ketdingiz-ku", dedi. Mehmon gap qilay degicha ayol xo'jayin ushtum tut: "Voy anamay, bu nima qilganingiz? Bir vaqt tomoqni 2 soatdan ko'p vaqtim yeb bo'lolmabsiz-ku", deb varqirab ketdi. Ayol xo'jayinning ushtum tut to'lishidan mehmon uning nima deyotganligini tushunolmay hayron bo'lib orqasiga qarasa, bu chaqda xo'jayin allaqachon deraza yenidagi bir kichik ustalning yenida o'ltirib, ishtaha bilan bo'lki yeyibdi. Mina yugurib berib oldi bilan taksiga qaradi. Taksidagi qo'rdoq shu peti bo'lib, bir talmi yeyilmagan ekan. Taksini tutib boqqan edi. Qo'rdoq butunlay suvib ketibdi. Sho'rp qachisiga qargan edi, sho'rpimi shu peti turibdi. So'g'uqda sho'rpining yuzida oppoq bir qavat may qetib qopti.
Mina tərini turib, ko'zlarini chakchaytib, erining qo'lidan bolkini kappida tortib oldi-da, achchiqlab so'zlab ketdi. Qizig'i yemay, so'g'an deysiz. Necha ming qitim degan gaplarim qulog'ingizga kirmabdi. Bu og'riqni tiriganlik bo'lmay nima? Xo'jayin xuddi xato ish qilib qo'ygan boladak Minaga ko'zlarining qirdi qarab qo'ydi. Ondan mehmonga qarab, mo'risini qisib qo'yib, shaytonlik qilib qo'ydi. Mina mehmonning o'ziga qarab turganligini ko'rib qizirib ketdi. Siz bilmaysiz, bundaq kishilarni o'z mayliga qo'yib atmay ozroq boshqurib qo'yish kerak. Dastlabda bu kishiga bir xizmatchi tomoq to'shiydi. Bu kishi tomoqni vaqtida yemagachga, oxir o'zim to'shib, oldida qarab turib yegizdigan bo'ldim. Hali bir ish bilan chiqib ketib edim. Ko'zimni g'alt qilib, yana qilg'ulqini qildi. Dedi-da, chaqalliq bilan say, sho'rpa bolkalarni sivatga selib, kulimsirab turib mehmonga. Siz o'ltirib turing, men bularni isitib bo'lib kelaman. Kechqurun bizda tomoq yeb. U cho'qim sizga amroh bo'lsin, dedi va erig'i tumshuqni ushlab qo'yib, yenik qadam tashlab chiqib ketdi. Quyosh allaqachon g'arbga qiysoygan edi. Deriza oldida turgan Edisonga tushgan quyosh nuri uning butun badaniga tugumas putmas issiqlik baxsh etganda qiladi. Heliqi do'sti ixtiyorsiz holda o'z-o'ziga haqiqatan badani to'mirdan, irodasi po'latdan yasalgan odamda nima degan qaysar dedi. Ba'zilar qiyinchilik bir lolmishga o'xshash. Sen uningdan qanchalik qo'rqsang, qancha mukinmoqchi bo'lsang, u seni shuncha tishlamoqchi bo'ladi. Bargan siri vahshiylashib qavaydi. Agar sen jasorat bilan etilib borsang, u bo'ynini ichiga tiqib orqaga chekinadi. Hatto qattiqqina unni chiqara olmaydi. Oxiri quyruqini qisib tikib etib qutuladi deydi. Bu o'xshatish nihoyatda joyida aytilgan. Uningda cho'nqur ma'no bor. Ishonmasangiz qarab beqing. Edison akkumulyatorni sinoq qilish bo'yidagi har bir qadamida ana shundoq lalmishga duch keldi. Bu it quyruqini xuddi bayroqqa o'xshash pulanishtirib, hurkirganicha tishlarini hingaytib etilib keldi. Edison buningga qilchi parvo qilmay ko'krigini kerib olg'a qarab ilgarilaverdi. Lalmi it zaharli edi. Uning usul choralarimi ko'p edi. U bir tarafdan to'rt putini oldirmay orqaga yo'tkab, yana bir tarafdan seriq ko'zlarini chakchaytib, og'zini yo'g'on echib fursat kutadi. Qattiq bir tishlivelish uchun qarish tarafning azroq bo'shab qolishini kutib turadi. Kim bilsin, lalmishga duch kelgan bu odam nihoyat kuchli, g'ayratli edi. Uningga fursat bermadi. Yo'g'on lalmish qarish taraf bilan to'p-to'g'ri 4 yil aytishib, uningga tankilanmaydiganligiga ko'z yetib, hayusi sunib, azg'anliqqa bir sakrabla g'ing qilmay quyruqini tikibdi. 1904-yilning beshida Edison qatmu-qat qiyinchiliklarni yengib, oxiri gungurt kislotasining o'rniga ko'ydirilgan sho'lta eritmasini, qo'g'ishunning o'rniga nikl va to'mir ishiltib, bir xil yangi tipdagi nikl to'mir sho'rlashgan akkumulyator yasab chiqdi. Ko'ydirilgan sho'lta eritmasining nikl bilan to'mirni chertish roli bo'lmag'achqa, akkumulyatorning hilqidak umri kaltilik yetarsizligi butunlay tugatildi. Tajriba g'alaba qozongan kuni Edison bilan birlikda xizmat qilayotgan bir necha yordamchi xodimlar bundaq jafoliq jang orqasida qo'lga keltirilgan g'alaba xo'shalligidan eng avval bahramon bo'lishdi. Dastlabda ularning ko'zlaridan xo'shallik nurlari chaqnab, bir-biriga qarab qaytib qolishdi. Bu xuddi o'rkashlab qaynab turgan volqon, yanar tog'ning og'zidan etilib chiqish oldidagi jimjitlik edi. Bir pasdan keyin ular yer jahonni zilzilaga keltirgudak tantana qilishdi. Bu tantana shundoq kuchlik, shundoq keskin ediki, xuddi yanar tog' portilganga o'xshaydi. Tantana sadolari ichida bir muncha kishilar darhol usulga tushdi. Ular bir-birini quchoqlashib, asabiylarcha usul o'ynashdi. Faqat taxtayga tegayotgan sanoqsiz oyoqlardan dukurligan ovoz anglatdi. Ularning dastashlaridan butun bino bilinar-bilinmas titraydi. Edisonning kotibimi ko'pchilik bilan birga toki herib, ovozi putib, butun badani targi cho'mgichi usul o'ynadi. U bir ishni o'ylab darhol xo'jayinini tepib, hasrat ho'midab putib qolgan ovozi bilan akkumulyatorning ishini axborotchilar to'li so'rab zeriktirib atdi. Sizningcha hozir ular e'lon qilsa bo'lamdi, deb so'radi. Edison qo'lini silkib, "Oldirmang. Tajriba tex oxirlashgani yo'q",
eng cho'ng bir qiyin o'tkaldi oldimizda, dedi. Katib Edisonning so'zini anglab, o'tda qizigan odam birdilla suvib, tortingan holda. Eng qiyin o'tkal damsiz, dedi. Ansirman Katib efendi, dedi Edison kulib, uning ko'nglini yasab. Yana 10 cho'ng qiyin o'tkal bo'lsa-mu, biz bo'sib o'talaymiz. Ta'xir qilsangiz uzun o'tmay, siz axborotchilarga uqtirdigan xo'sh xabar chiqadi, dedi. Katib Edisonning tasalli berayotganligini ko'rib, ho'ppida qizirib, xo'p dedi-da, qayta hech narsa so'rmadi. Lekin katibning ko'nglida kichik bir tugun paydo bo'lib, ish pushatdi. Yangi akkumulyator ko'ngildagidek bo'lib chiqdi. Uning tok kuchi yetarlik, umri uzun, ham abjil, ham chidamliq tursa, bu eng zo'r o'tkal qaysikini? Katib yosh bo'lsa-mu, lekin ishda inchik odam edi. Shunga ximiya tajribaxonasiga kiradigan fursat bo'lsa-la, ko'zlarini yo'g'on echib, ham uzun, ham seriq kirpiklarini lipildatib, hamma yerga ko'z yugurtib, eng qiyin deyilayotgan cho'ng o'tkalning zodi nima ekanligini ko'rib baxmoqchi bo'ladi. Lekin uda bir necha kun kuzatgan bo'lsa-mu, hech nimani tushunolmaganning ustiga texmi tit bo'lib ketdi. Edison va uning bir necha yordamchilari tajriba bilan shug'ullanmasdan, balki sho'rliq nikel temir akkumulyatorni nihoyat zo'r g'ayrat bilan ko'plab ishlab chiqarmoqda edi. Katib buni ko'rib, qiyin o'tkal texi oldimizda deydi-yu, yana hadab ko'plab ishlab chiqarib nima qiladigan? O'zlari ishlatishga tayyorlayotgandigando yoki setib ko'rib boqmoqchimidi deb o'yladi. Dal shu chaqda u sirtqi xizmatga chiqishga to'g'ri kelib, bu haqda boshqa turishni tashlab 3 kun sirtda yurdi. 4-kun tushda u payton bilan Sho'rngilga qaytib keldi. Kichik somkasini ko'tarib g'ingshib naqsha aytqanicha orqasiga qarab mangdi. Uzun o'tmay bir do'nga chiqdi-da, Levelin bog'chisiga va tajribaxona binolariga bir pas nazar soldi va shuncha ko'p yasalgan akkumulyatorni o'zlari ishlatadiganligi yoki sotadiganligi endi oydinlashar deb o'yladi. U g'ayrat bilan tövanga yuguray deb putini yo'tkishiga do'ngning so'l tarafida birdilla gurgurgan ovoz anglandi. U darhol ovoz chiqqan tarafga berib qarab edi, tok bilan harakatlanadigan bir mashina o'yman do'ng yantu yo'l bilan gurildab yuqoriga chiqib o'tdi. Tok bilan harakatlanadigan mashina do'ngi chiqibla ushtum to'xtadi-da, mashinaning ichidan biraylan, "Katib efendim, qaytib kelibsiz-da?" deb varqirdi. Bu ovoz quloqini haytu tonish edi. Katib mashinaning yeniga berib qarab edi, boshqa odam emas, dal tajribaxonadagi bir yosh ishchini ko'rdi. Katib darhol uning bilan salomlashib, "Ha, qaytib keldim. Sen nega mangding?" deb so'radi. Yosh ishchi beshini chayqab kulib ketib, "Hech yerga bormayman. Tunugundan boshlab Edison efendim bizning kasbimizni o'zgartiribdi", dedi. "Nima kasbga?" deb so'radi Katib hayron bo'lib. Yosh ishchi rolni bir aylantirib qo'yib, "Mashina haydashga", dedi. Ondan Edisonning siyoqi va ovozini do'rab, "Kuniga 100 kilometr menish kerak. Bir g'irich kam bo'lsa bo'lmaydi", dedi. Katib buni anglab ixtiyorsiz kulib-da, "Ha, nishonni demay, yo'lning uzun qisqaligini degini qandoq gap bu?" deb so'radi. Edison afandining aytishicha, akkumulyatorning mexaniklik darajasini va chidamligini sinab ko'rdi ekan. Shunga u yangi akkumulyatorni tok bilan harakatlanadigan mashina o'rlashtirib, oltimizga birdan haydashga berdi. Yana har birimizga birdan yo'l xaritasi tarqitib, xaritadagi yo'lni kuniga 3 qatimdan aylanishni topildi. Bu yo'lni 3 qatim aylansa 100 kilometr bo'ldi ekan. Men bu alvonni topshirib olib, ko'nglim yayrab ketdi. O'ylab yiqing. Ish qilmay mashinada o'ltirib sayli qilish nima degan ko'ngillik? Haqiqatan qiziq ishkan, dedi Katib uning so'zini anglab kulib ketib. Qiziqmikan? dedi yosh ishchi dimiqni qiqib qo'yib va orqadilla. Qiziq ish taxi oldimizda, anglab yiqing. Tunugun atigan men mashinani haydab tajribaxonadan chiqishimg'ila Edison afandiga uchrab qoldim. U menga bugungi saylidim men lazzatlanay dedi-da, mashinaga o'ltirib, heliq yo'l xaritasini qo'liga olib, xuddi paraxodga yo'l ko'rsatgandek mangadigan yo'lni menga ko'rsatishga boshladi. "Ya prem, umi yo'l bo'lamdigan deysiz. Tuz yo'lda mangmay, ha deb o'ng'il-do'ng'il yo'lda mangdiq. Masalan, mushu do'ngni olsak, bu do'ngning uchili tarafi tuptuz. Lekin xaritada ovu tarafdagi o'ng'il-do'ng'il yo'l ko'rsatilgan. Bu yerni men kunda 3 qatim aylanib,
Chayqalğınımdan kasallarim og'rib, ustixonlarim chiqilib ketgandek bo'lib ketdi. Odatda kechilik ismini de ishlasam, uda necha kecha uxlamasam bunchalik kerib ketmagan. Katib Edison apandiga ko'ngan holda. Undaqda Edison apandimo toza charchab ketgandi. Uxmadim, dedi yosh ishchi beshini chayqab. Bu zotning ustixonlari qandoqsiga bundoq ching ekan tang? U charchash u yoqda tursin, hatto xushalliqidan og'zi yumilmay ketdi. Mashina har qitim chayqalganda u bir qitim kulatdi. Qattiqroq chayqalsa texim xushal bo'lib ketadi. Yo'l bo'yi og'zi besilmay qo'zjaq degan naqshini aytib keldi. Biz 3 qitim aylanib bo'lgandan keyin u xushalliqidan qinqiniga patmagan holda, agar boshqa ishlar bo'lmagan bo'lsa, sen bilan birlikda sayli qilib, akkumulyatorning qachongacha chidashlik bera oladiganligini o'z ko'zim bilan ko'rishni xohlaydim dedi. Akkumulyator ustida buningdan boshqa tajribam o'tkazildimi? O'tkazildi. Oldi bilan sanduq akkumulyatorni 2-chi, 3-chi, 4-chi qavatdan tövanga tashildik. Ondan ularni qo'l harusiga qachilab, soatiga 15 inglizli tezlikda quram tashlarga 500 qitim qattiq urgandan keyin sinoqdan o'tgan hisoblandi. Anglashimcha, bu mu mexaniklik darajasini sinashning usuli ekan. Bularni anglagandan keyin katibning ko'nglidagi hiliqi kichik tugun yeshildi. Ha, akkumulyatorni ko'plab ishlash o'zimiz ishiltish uchunmi? Sinab setish uchunmi emas, dal mushu qiyin o'tkaldan o'tkazib ko'rish uchunkanda, deb o'yladi. Yangi akkumulyatorning mexaniklik darajasini va chidamchanligini sinab ko'rish 2 oydan ko'proq davom qildi. Tok bilan harakatlanadigan 6 mashina hiliqi maqsadlik o'rlashtirilgan azobga chidamay, choqlari teshilib, o'qlari sunib, abjiqish ketdi. Lekin mashinani harakatga keltirgan sho'rliq nikkel temir akkumulyatori normal bo'lib qilchi chatoq chiqmadi. Edison bir bosqichlik tajribani oyoqlashtirib, sho'ringan yenidagi ko'lning bo'yiga ximiya sanoat zavodi qurdi. Zavodning barliq saymonlari va mashina uskunalarini o'zi bevosita loyihaladi. Maxsus sho'rliq nikkel temir akkumulyatori yasash uchun yana 450 ishchini alohida tarbiyaladi. Shu yil yozda ximiya sanoat zavodi rasmiy ish boshladi. Qaraydigan bo'lsangiz, zavodda yangi bino, yangi mashina uskunalar va maxsus tarbiyalangan zo'r bir turkum ishchilar bo'lib, bu yangi bino, yangi odam, yangi uskunalar bilan yangi bir xil kayfiyat maydonga keldi. Ish boshlangan kuni Edison shaxsan o'zi boshqarib va boshlamchilik qilib, yangi ishchilar bilan birlikda tunji yangi mahsulotni ishlab chiqdi. Ximikni chaqirib, yangi mahsulotni tekshirib chiqishni buyurdi. Ximik qattiq tekshirish orqasida mahsulotning sifati, o'lchimi butunlay talabga muvofiq keldi deb doklad qildi. Edison dokladni anglab, kulib, yenida turgan katibiga nihoyat ruhli qoldi. Ha, endi bo'ldi. O'tganda siz axborotchilarga uqtirdigan xo'sh xabar chiqdi degan hiliq va'dam bugun amaliylashsa bo'ladi, dedi. Shuning bilan sho'rliq nikkel temir akkumulyatori tonishtirilgan maqolalar munosabatli gazetlarga orqa-orqadan uzilmay besilishga boshladi. Ba'zi gazetlar buni sehrgarning yaqinda ijod qilgan karomati deyishsa, ba'zilar buni tok kuchi dunyosidagi bir qitimliq inqilob deyishdi. Yana ba'zilar o'chirik yezib, uningda mundoq dedi. Odatda akkumulyator yasash uchun qo'g'ishun bo'lmasa bo'lmaydi deyiladi. Ammo Edison akkumulyatorining maydonga kelishi qilg'ili bo'lmaydigan bir ishning shak shubhisiz o'rinlanganligidan derak berdi. Bu xil yangi tipdagi akkumulyatorning tok kuchi zo'r, hajmi kichik bo'lib, uningda kislotami, qo'g'ishunmi yo'q. Uning ustiga davomli tok qochilg'ili bo'ladi. Har qanday qattiq sinoqqa bardoshlik bera oladi. Umri kaltidan 5 qatgan kishilar bu xo'sh xabarni anglab, qag'jirab ketgan yerga yomg'ir xo'sh yoqqandek, xo'shal bo'lishib ketdi. Kech kunduz tashna bo'lib kelgan bu yangi akkumulyatorni kimningmi ishlatgisi kelmaydi deysiz. Fursatni qo'ldan bermaydigan savdogarlar kishilarning bundaq intilishini ko'rib turib, mushu fursatda pul tepishni xohlamaydi demsiz. Hayt-huyt degucha savdogarlar, parcha sotadiganlar, yana bir muncha korxonaning vakillari bas-bas bilan kelishib yangi mahsulotni talishib setib olishdi. Tip-tinch ko'l qo'chilib, do'lqinlab ketdi. Edison ko'z oldidagi bu ahvoldan ham xo'shal bo'latdi, ham besh qatatdi. Xo'shal bo'ladigini yangi mahsulot har holda kishilarning qarshi kelishiga sazovar bo'ldi.
demak ishni to'g'ri tanlagan. Haqiqatan kishilarning ehtiyojiga muvofiq bo'lgan. Lekin zavodning ishlab chiqarish miqdori cheklik bo'lib, talabni qondirolmaslikdek ig'ir ahvol yana uning beshini qotiratdi. Har qancha o'ylagan bilanmi boshqa amal yo'q edi. Faqat yana odam chiqarib, uskunalarni ko'paytib, ishlab chiqarishni kengaytirish yo'li bilanla hal qilg'ili bo'ladi. Ish odamga bog'liq. Ishlab chiqaradigan kuch ko'paytirildi, mahsulot miqdori ko'paydi. Sanduq-sanduqlab akkumulyatorlar ko'l bo'yidan poyezd stansiyalarga, pristallarga to'shildi. Ondan mamlakatning har qaysi joylariga to'shilmay, hatto dengiz okeanlardan o'tib Angliya, Fransiya va Germaniyalarga yetib bordi. Iste'molchilar bundaq chiroyliq, abjil yangi mahsulotni ko'rib yoqtirishdi. Uni ishiltib ko'ribdi, kuchi yetarli, umri uzun bo'lib, haqiqatan ismi jismiga loyiq bo'lib chiqdi. Hurunda bir peshqadam ishchi yangi akkumulyatorni setib olgan chig'ida mundaq dedi. Afsuski, Shanmor 1891-yili u dunyoga ketib qoldi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tunishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atikson programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruh, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim. Nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.